o'zini eridan pul so'ralmaydigan ayollarning ikkita toifasi borda men uchun. Bu meni shaxsiy fikrim. Birinchisi bu eriga rahm qiladigan ayollar, ya'ni puli yo'q, bu bechora, puli ishlamayapti-da, ozgina oylik oladi, mingta tashvishi bor, endi men ham og'irlik qilmay shu erkakka deb o'zini olib qochadi va pul so'ra olmaydi. Ikkinchisi bu erkak bilan o'zi ichida raqobatda yashaydigan ayollar. Ya'ni men pul ishlayapman, meni ham pulim bor, men hech qachon muhtoj emasman, men muttaham emasman degan fikrda yashaydi o'zi aslida. G'ururim yo'l qo'ymaydi. Nima degani g'urur? Munosabat ichidagi g'urur paydo bo'ldi va g'urur bor ekan, bunaqa munosabat buni munosabat deb bo'lmaydi. Bu nima deydi, oila emasda bu. Bu u erkak demak senga begona. Agar sen undan pul so'rashga g'ururing yo'l qo'ymayotgan bo'lsa, demak u erkakni sen yaqining deb bilmas ekansan. Eng bizani dunyo hech kim ko'rmagan holatimizda kim bizni ko'radi? Yonimizdagi juftimiz ko'radi va juftimiz mana shunaqa bizni ko'rib, his qilib turgan joyda g'ururga nima bor?